atrofingizni yomon odamlar bo'lishi kerak emas. Bu narsa o'zingni ovlash, kibr qilish, odam ajratish emas. Bu o'zingni strahовка qilishda, sug'urta qilish. Sizni bolalaringiz hozir qanday muhitda yashayotgan bo'lsa, har kuni nimani ko'rayotgan bo'lsa, xohlaysizmi, yo'qmi, o'sha narsani hayotida yashayveradi. Shunda biz bolalarimizni himoya qilishimiz kerakmi? Biz bolalarimizga to'g'ri muhit berishimiz kerak. Bolalar nima ko'ryapti, nima eshityapti, ertaga o'sha narsani yashayveradi. Agar siz bolalaringizga pul topish oson degan programmani bergan bo'lsangiz, ular oson pul topadi. Oson pul topadigan erkak bilan qiyin pul topadigan erkakning farqi faqat miyasida bo'ladi. Chunki bittasiga ota-onasi mashina olish qiyin, pul topish qiyin, mashina olish uchun bir umr ishlash kerak degan. Masalan, o'qituvchi oilasida tug'ilgan. Menga onam aytganlar-da, Malibuni ko'rsam o'sha payt Malibu bu ikkinchisi yangi chiqqan 300 millionda. 1 million oylik olardim o'sha payt. Vau, zo'r ekan. Malibu haydasang desam ayam aytganlar. Umring yetmaydi-yu buni olishga deganlar. 300 million. 1 millionni hisoblasang 300 oy ishlashing kerak. Yo sen yashaysanmi, yeb ichasanmi, yo mashina olasanmi deganlar. Mani yutug'im, men har doim qarshi borganman-da. Yo'q, men olaman. Nimaga men ola olmayapman? Nima xalal beryapti menda degan savol bo'lgan. Ha, ola olmaskanman. Hayot shunaqa ekan degan narsa bo'lmagan menda.